birinchi test. Haydi. Birinchi testdan ayrimlarni ko'rdik. Endi bizlar ikkinchisini ko'radigan bo'lsak. Ikkinchisi ya'ni 1/2 qo'shilgan 1/3 qo'shilgan 3/4. 2/3 qo'shilgan 3/1/4 qo'shilgan 4/5. 3 qo'shilgan 2/1/2 1/5. Demak, bizlarda bunda birinchi ya'ni mahraj bera olishimiz kerak bo'ladi. 2, 3, 4 ga umumiy mahraj ya'ni 12. 12 umumiy mahraj beradigan bo'lsak, 12 yo'q. Qavslarni birinchi ochib olib, agar tashlaveradigan bo'lsak, guruhlaylik. 1/2 bilan 2/1/2 ni guruhlayman. 1/3 bilan 2/3 ni guruhlayman. 3/4 bilan 3/1/4 ni guruhlayman va bizlarda 4/5 bilan buni guruhlayman. Alohida. Demak, yozsak teng 1/2 qo'shilgan 2/1/2 bitta plus 1/3 qo'shilgan 2/3. Mahraj bir xilladi, ya'ni guruhlab oldik. Keyingisi 3/4 qo'shilgan 1/4 plus keyingisi 4/5 qo'shilgan 3/1/5 guruhladik. Endi shundayda butun qismi turadi. Kasr qismini qo'shsak, 1/2 ga 1/2 qo'shilsa 1 ga 1 2, 2 ni 2 ga bo'lsak nima bo'ladi? 2 plyusdan 1 plus 1 ga 2 3, 3 ni 3 ga bo'lsak 1. Hammasi o'chirsak ham bo'lar ekan. Qo'shilgan 1. Keyingisi 3 ga 1 4 qo'shilgan 4 bo'lamiz yana 1. 4 ga 1 ni qo'shamiz 5, 4 ga 1 qo'shilyapti 5. Ya'ni 4 ga qo'shilyapti. Mahraji bir xil. Bu ham qo'shilyapti. Bu ham qo'shilyapti. Buni ham qo'shyapmiz. Demak, 5 5 ni 1 ga bo'lsak, 5 ni 5 ga bo'lsak 1. Plus 3 plusdan 1. Demak, hammasi qo'shib chiqadigan bo'lsak 3 2 3 3. Natija 9. Bizda 9 degan natijamiz bormi? Yanglish bo'lgan 2 ga 1 3 3 3 9. Adashmadik-ku. Plus yana 3 qolib ketibdi bo'ldi. Bunga yana 3 ni qo'shamiz. Butun qismi bor ekan bu yerda, natijamiz 12 ga teng. Demak, javobimiz A javob. Javobimiz A javob. 7-misol. Yana sizlarga qaysi javobda kasrning qiymati boshqalarga teng emas? Yo'q, bu qiyin emas. Shular uchun eng kichik umumiy. Yo'q, buni ham ishlatamiz. Keyingisi 17-misol. 17-misol. 17da 2/3/4. 17-misol. 2/3/4 qo'shilgan plus 3/12/7. 3/12/7. Shuni hisoblashimiz kerak ekan. Ya'ni bu degani 2/3 ni bo'l deyapti 4 ga. Plus
Bunimizda esa 3 bo'l deyapti 12 taqsim 7 ga. Hozirda to'g'ridan to'g'ri bo'lib bo'lmaydi. Nima qilamiz bizlar? Teskarisiga o'zgartirishimiz kerak ko'paytma tarzida. 1 taqsim 4. 3 ko'paygan 7 taqsim 12. 2 bilan bu qisqaradi, 2 qoladi. 3 bilan 12 qisqaradi, 4 qoladi. Keyingi natija hisoblaydigan bo'lsak, 1 taqsim 3 qo'shilgan 7 taqsim 3. 7 taqsim 4. 3 bilan 4 ga umumiy mahraj 12, bunga 4 ga, bunga 3 ta. Mahrajimiz 12, 4 qo'shamiz 3 kere 7 21. 25 taqsim 12. Bu degani 2 tadan tiyib 12 ga bo'lganda qoldig'imiz 1. Demak, 2 tadan tiyib qoldig'imiz 1 da javob. 18 ni ham ko'raylik. 18. 1 taqsim 4 qo'shamiz 1 taqsim 3, 1 taqsim 9 ayrilgan 1. Kasr chizig'i. 1 taqsim 4 qo'shamiz 1 taqsim 3 qo'shamiz 1 taqsim 9 ayrilgan 1. Suratimiz mahrajimiz 1 taqsim 2 qo'shamiz 1 taqsim 3 ayrilgan 1. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni 4 3 9 ga umumiy mahraj berishimiz kerak. 4 3 9 ga umumiy mahrajimiz necha bo'ladi bizda? 36. 36 bo'lsa bunga 12 tadan, bunga 12 tadan, bunga 4 tadan. 2 3 ga mahraj 6. Bunga 3 tadan, bunga 2 tadan. Bunga 36 bo'lsa, bunga 6 bo'ladi. Kasr chizig'i. Demak, umumiy mahrajimiz necha bo'ldi? 36. Tepa yozamiz. 12 kere 1 12 qo'shamiz 12. 9 tadan zo'r bo'ldi. 4 ga 9 tadan bo'ladi. 9 qo'shamiz 12 qo'shamiz 4 ayrilgan 36. Pasimiz 3 qo'shamiz 2 ayrilgan 6. Mahraj 6. Bu yerda demak 9 ga 12 ni qo'shsak 21, 21 ga 4, 21 ga 4 25. 25 ayrilgan 36. Taqsim 36. Pasimiz bo'lsa 3 ga 2 5, 5 ayrilgan 6 taqsim 6. Teng. 25 dan 36 ayriladigan bo'lsa, natija minusdan 11. 5 dan 6 ayrilsa, minusdan 1 taqsim 6. Bu degani minus 11 taqsim 36 deb bo'lishimiz kerak. Minusdan 1 taqsim 6 ga. Yana shu sonlarda bo'lishimiz kerak bo'ladi. Minusdan 11 taqsim 36 ko'paygan, to'g'ridan to'g'ri bo'lamiz, minusdan 6. Bu bilan bu qisqaradigan bo'lsa 6 qoladi. Minusga minus ko'payib plyus bo'ladi, 11 taqsim 6. Bu degani bittadan tiyib 6 ga bo'lganda 5 qoldi. 11 taqsim 6 oddiy A javob turibdi ekan. A javob.